Men shu fikrga ma'lum bir ma'noda men roziman. Ma'lum bir ma'noda men qarshiman. Chunki biz deb bola urib, so'kib, qo'rqitib qo'ygandan ba'zi fikrni erkin ayta olmaydi. Andisha qilib turadi, nima qiladi? Yo'q. Bolani qo'rqa qilib qo'ymaslik kerak. Bola erkin fikrlash kerak-da. Bola o'z fikrini to'g'rimi, noto'g'rimi ayta bilish kerak. Bizda mana shunda ba'zan nimalar bor, shu bolasini shu og'zidan gap chiqar-chiqmas salvaradi og'ziga, qartalatadi. Bola qo'rqa qolib qoladi. Natijada bilgan narsasini ham ayta olmaydi. Eng muhimi undan jur'at yo'qoladi. Jur'ati yo'q odam nima bo'ladi? Unda fikrsiz bo'ladi. Fikrsiz odamdan nima kutish mumkin? Avval bilan insonda fikr bo'lish kerak. Men bir narsa aytaman. Men bolalarimga doim aytaman. O'qi. O'qisang fikrlaysan. Fikrladingda ko'nglingda savollar paydo bo'ladi. Savol paydo bo'ldi, uning yechimi uchun o'ylay boshlasan. O'yladingmi, tafakkur qilasan. Tafakkur qildingmi, nimanidir o'zingcha kashf etasan. Mana shu g'oya bilan yashashimiz kerak.